Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Sovuq bo'lyapti. Xo'sh, Abdulloh domla, Alloh rozi bo'lsin, shu domla aytmoqchi, rizq masalasi bir ajoyib narsa ekanda. Ya'ni bir mushi yeyishing ham rizq, katta boylik topishing ham rizq, nafas olishing ham rizq deb har kuni, har soat, har daqiqada kerak bo'lsa shu rizq haqida bir agar aytish mumkin bo'lsa mo'jizalar bo'lib turadi-yu. Endi Alisher Navoiy bobomiz aytmoqchi, hikmat izlaganga hikmatdir dunyo deb, hikmat izlasak topamiz ekanda. Bir kuni oshga bordik, menda o'sha imonlashib o'tiramiz deyishib, endi osh qilib turamiz ancha-muncha. Shu musofirlar eshittamiz. Kech qolibroq boruvdim. Sizgina oshingizni olib qo'ydik, olib kelsinmi dedi. Yo'q, hozir turamiz deb. Xullas, oshimni bir katta anaqa toshkentchinisiga solishib olib qo'yishgan ekan. Shu bo'yicha olib ketaverasiz deyishadi. Bo'pti deb tekkon desam, nima qilmadi. Endi xullas o'sha barmen bolaga berdim, turib turarsan, olib ketaman deb chiqib ketadi. Xayoldan ko'tarilib qolibdi. Ayoldan ko'tarilmadi. So'rash noqulay bo'ldi chog'imda-da. Xullas chiqib ketdik. Shu bo'yicha yurdik. Endi meni rizqim emas ekan deganda chiqib ketaverdim, chiqib ketishdi. Oradan agar Alloh adashtirmasa 1,5-2 oycha vaqt o'tdi-da. 2 oy o'tgandan keyin kirsam, haligi bola dedi, sizni dedi oshingiz bor edi bizda dedi. Shunda esdan chiqib qolib ketgan ekan dedi. Men ham dedi, ash marazelniga tiqib qo'ydim, shundan muzlab qolibdi dedi. Hech narsa bo'lmay turaveradi, qo'yoqda bo'lgan osh dedi. Shuni olib ketib yeng. Sizniki edi, qarang, sizni rizqingiz ekan. Shuncha vaqtdan beri uni orasida endi necha marta osh yevordik-da. Endi bir nima qilaman. Xayolimdan ko'tarilib qolib, marazelni ostidan turgan ekan, hozir olib keting deb berdi. Qarang, shuncha vaqt endi hali muzlatilgan ovqat meni rizqim ekan deb hayron qoldim-da endi. Hayron qolib bordim. Mashinaga solib qo'yib orqaga uyda yeyman deb nima qilib yuribman. Bir metda hamyurtimiz bor. Zemlyak deb qo'yamiz. 5-6 ta anaqa meva-cheva sotadigan do'koni bor. Bitta Novoyxonasi, endi biznesmen biz tilimizda aytganda. Ancha-muncha o'z mashinalari bor, ancha-muncha hali ulgurmay qolsa chaqiradi, kelaman endi kelib Novoyxonasida o'tiramiz, bekarchilik va hokazo. Yaxshi gumon qilamiz, yaxshi qalbi kiri yo'q, yaxshi bola-yu. Nimada so'kinadigan sal anaqa bola endi, xolos oq chapan deydi, nima deydi. Ular keldi endi shuncha xizmat do'da bo'pti, mayli dedim, to'g'ri kelib ochish nimasini Novoyxonasida o'tirib endi bu narsalar yuklab tushirib, nima debdi, hali paket ishini Toshkent chiniligi ko'rinib turibdi. Toshkent guli deb qo'yamizmi? Olib turib nima deyapti-da? Bu nima dedi? Osh desam, xudo xolos qo'yoqda bo'lsa kerak edi-da, qo'yoqda desam, buni deb juda uramizda olaymi dedi, oling dedim. Oldik. Yeydigan bo'ldi. Ketdim. Hayron qolgan joyim, rizq meniki emas ekan, uniki ekan dedi. Oradan ancha o'tib, bir hafta o'tib, Alloh alam, kechqurun yana nimasiga kirib qoldim. Shonasiga kirib qolsam, kulib turibdi. Desam, "Moy, oshda sizni rizqingiz bor ekan, o'sha kuni olib kirib dedi, vaqti bo'lmay marazelniga solib qo'ydim dedi, hozir dedi, olib endi dedi shuni o'z go'sht qo'g'iruvdim dedi. Go'sht qo'g'irib endi yeyman deb tursam dedi, mana bu idish topolmay qarasam, marazelnikda mana shu idish turgan ekan dedi. Keyin olib, to'xta, oldin shu oshni ye, ton go'shtni erta-petda ham yo'raman deb, endi shu oshni isitib turdim, rosa kelib qoldingiz dedi. Ha, bo'pti deb, endi o'tiramiz deb tursam, nari fruxti deya naloy kelib qoldi, bu narsalarda chaqirishib qoldi. Yarim kechasi naloy nima qiladi, deb chiqib ketdi.
debdir, siz qora aka qattiq olavering dedi. Boshladim. Bu yoqda yaxshi ekan, yaxshi isitgan ekan. Go'shti bor ekan dedim, ton qo'g'rilgan naryoqda. O'zini ovqati bor ekan deb oshni poqqa tushirdi. Rizq meniki ekan-da, subhanalloh. Anchadan keyin keldi, osh tugadi dedim. Desam, yaxshi bo'pti dedim, mana go'shtim bor, meni yo'q deb turib. Haligi bu aytdim, sal ana ochapandiroq ko'chaday bolayu ko'ziga yosh kelguday bo'lib g'alati bo'lmoqda, subhanalloh deyapti. Desam, "Men qarang, siz rizqingiz ekan" dedi. Ha deb, men bu siz bitta narsani aytib beraman, shu siz qoladigan, yig'latadigan narsa, mo'jiza narsa dedi. Nima desam, shu chini kerak menga, shu chinni bo'shatay dedim, nima istayli ovqat deb chinidan shuna solsam dedi, nimaga isitgan kastrulga 4 dona guruch qolib ketdi chinida dedi. Shuna qo'limda olib turib 4 dona yeyman deb shuna qilsam, o'sha ham kastrulga tushib ketdi qo'limdan siyg'onib dedi. Men keyin palondaqa deb so'kinib o'zi bo'shashmi, latta palondaqa shu 4 ta guruch deb og'zingga sola olmaysan deb o'zimni so'kib dedi. Qaradim, o'sha sizni rizqingiz ekan deb ko'ziga yosh kelyapti-da. Hali men aytganim yo'q, nari kafeda 2-2,5 oy u marazinda yotganligi meni kutibda. Bu yoqqa kelib bunikida bir 3-4 kun yotganini marazinligida qaytib kelib o'zim u bo'lmasa men ish vaqt u kech payt yaxshi zakaz bo'ladigan vaqtda men u yerga nima bo'lib kirib qoldim, qanday rizqimni o'sha vaqtda yeyishligim, o'sha yerda yeyishligim, hammasini o'zim yeyishligim meniki ekanda. Bu til bilan aytadigan narsa emas-da. Bu shunaqa.